Ram RHO pikaplarning orasida Rolls-Royce bo'ladi. Bitta ko'rsatib o'tib ketay ham. Hada u yumshoqligini qarang. Lo'qi qimillab qo'yadi. Keling bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Bitlok diski ballonlarda turibdi. Ballon ham Goodyear. Keling bir ichki hadavoyini bitta ko'rsatib ketaylik. Bu Blistein bo'ladi. Blistein bu Focus'ni qarama-qarshi bu anaqasi bo'ladi, raqobatchisi bo'ladi. Shuni hisobiga ham shunaqa ustunlikni rama, ustunlikni hadavoy yurayotganini sakratadi-yu, mana shu sakrab ketganini boshqa pikaplarga ketgandan so'ng lo'qi sakrab o'tib ketadi. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, sotuvda Ram RHO. Oldilarini bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana nafas yo'llarini qarang, xuddi trakka o'xshab qo'ygan mana letlarni. Oldi faralar, ruparik faralar bilan liradar, oldi ko'rinishlar haqiqiy brutallikda. Boshqacha-da. YouTube'da ko'rdimmi? Amerikanlar tez drive qilishyapti. O'zi buni maksimalniy tiyagasi, ya'ni 3 tonnagacha, buksirovkasi, yuk tortishi 9 tonna. 9 tonnadan oshuvlarni ham mashinani tez drive qilishda bemalol tortib beryapti-da, qiynalmay. Qora tulpor motori haqida ozgina ma'lumot berib ketamiz. Qadrdonlar, 3 motor, bu twin turbo motor bo'ladi, Huracan. Buni og'irligi 2 tonna 850 kilo, 3 tonnaga yaqin, lekin mashin go'dasi bilan 0 dan 100 ga qo'zg'alib berishi 4-6 sekund beryapti. Buni ot kuchi 540 mana, mashin go'dasiga 540 ot kuchi vokullab turibdi. Newton metr 706 ki, bitta motorni ham ko'rsatib ketaylik. Motorni endi atseklarda ko'rasizlar, plastiklarda karbon ishlatilgan, krishkalarda kelgan. Menga eng yoqqan tarafi bemalol nafas olib ketadi. Qiynalmay motor omini qarang, filtrlarni sportivniy filtrlarda. Haqiqatan aytaman, amerikanlar mukammal ishlaydi deb mashinani, ayniqsa pikap sohasida birinchilardan-da. Poni tegiz zashida degan bor-ku. Hamma yoz zashida, qo'shimcha zashida qo'yish o'zi shart emas. O'zi kerakli bachok zashidasi bor ekan, korobkani zashidasi bor ekan, motorniki bor ekan. Va mana ramalarning ustunligini, hadovi ham ustunligini, richaklarni turishini qara mashinani bir ko'rsatib bersa, albatta maxsus sizlar uchun mana ko'ryapsizlar qadrdonlar, 20 har bitta mashinani obzor qilishga harakat qilamiz. Jigar motor oldi, Alloh hammaga yetqizsin. Hop, pikaplarning ichida eng flowisi mana shu bo'lsa kerak. Uncha mashinada bo'lmagan, ichida opsiya mana shu mashinada bor. Hop, Abduf Abagrev, massaj sideni, Harman Kardon akustikada, head-up display, Face ID, rulni ham lipstokli, sport, komfort, off-road hammasi shunda mujassam. Hop, yuk tortishi o'rtoqli, 9 tonnagacha mana shu go'dasi bilan o'rtoqli buksirovkasi bor. Pedallar ham regulirovka bo'ladi. Sidenalarda massajlargacha bor. Endi Abduf Abagrevlar bo'ladi. 3 ta monitor, 1, 2 mana o'rtada mediaga, yana qo'shimcha passajirga ham monitorlari bor. Tepa tomli alikantari, sidena ham kerakli bo'lgan hamma narsa mujassam. Karbon aralashmasidagi koja alikantarida shunaqa ishlaganki, tomon pikaplarning orasida bu Rolls-Royce bo'ladi. Shunaqa bagati ishlagan, haqiqatan ham mana sidenadagi kojalarni ko'rsatib keting. Hop, anaqa kollaboratsiya qilgan, hop alikantara bilan koja aralashmasi juda ham boshqacha ko'rinish kelgan. Orqada mana shu eng ko'pida mana shu orqa sidenasida passajirlarga Abdufi ham bor, Abagrefi ham bor. Elektrический forchkalar turibdi. Tepa tomlarda mana yana qo'shimcha anaqa Harman Kardon akustikalari turibdi. Yana amerikanlar bash qo'shib beraveradi dedi. Hamma narsani zimniy hokegan letniy ko'vriklargacha bor. Endi hamma narsa bilasizlar, amerikanlar insonlar uchun ishlab chiqargani uchun hamma narsasini qo'shib bergan. Zimniy ham, hop, kelgan letniy ham ko'vriklargacha turibdi. Orqa ko'rinishlari ham juda boshqacha-da. Ikkita turishini qarang. Shunaqa mukammal ishlanganki, hop, treylerga qo'shimcha yana rozetka tashlab ketilgan. Ham bu yerda piknikka chiqqanda yana qo'shimcha projektorlarga ishqilib hamma narsasi ortig'i bilan bordi. Keling, bitta yukxonasini ko'rsatib ketamiz. Yukxona hajmi 800 litrcha, 800 litr atrofida. Buni ichida qo'shimcha kerak bo'lgan rozetkalargacha bor. Buni yaxshi tushunadi ofroad ukalarimiz. Full komplektatsiyada. Qadrdonlar, mana shu videoni tagida yo'l kira, bojxona yozib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.